Biron vaqtda bir taraf boy bo'ladi, Qur'on aytadi buni. Boy bo'ladi, uni boyligini ko'radigan faysal etiklar, shuni foydasi faysala qiladi. Yo, biron vaqtda bir nafar g'arib bo'ladi, shuni g'aribligini ko'radi va darholiki biron vaqtda g'arib ham zulm etadi. Shu g'aribda haqiqiy bo'lsin, bu boyligidan shu boyni nuqson g'arib nohaqni haqiqiy faysala qiladi. Bu ham durust emas. Biron masalani bilasizlar, shu haq falonini haqida sizlar zarur ki bo'yat shohid bo'lsanglar, xos sizlarni o'ldiradi, xos sizlarni ko'madi, xos sizlarga malomatlik keladi. Xulosa oyat muborakani o'zi bizlarga amr qildiki, bo'yat bizlar hamisha adolatni barpo qilsak. Iyakun g'aniyan va faqiran fallohu awla bihima. Biron vaqtda bir taraf boy bo'ladi, Qur'on aytadi buni. Boy bo'ladi, uni boyligini ko'radigan faysal etiklar, shuni foydasi faysala qiladi. Yo, biron vaqtda bir nafar g'arib bo'ladi, shuni g'aribligini ko'radi va darholiki biron vaqtda g'arib ham zulm etadi. Shu g'aribda haqiqiy bo'lsin, bu boyligidan shu boyni nuqson g'arib nohaqni haqiqiy faysala qiladi. Bu ham durust emas. Alloh taolo ko'proq biladi. Alloh taolo bunga behtardi bularni haqqini ado qilishlikkan. Fala tattabi'ul hawa. Sizlar havo va xohishotdan payravlik qilmaylar adolat qilishlikdan. Havo va xohishotdan payravlik qilsanglar, Rasuldan kaj bo'lasizlar sizlar. Va in talu va tu'ridu fa innalloha kana bima ta'maluna khabira. Biron masalani bilasizlar, shu haq falonini haqida sizlar zarur ki bo'yat shohid bo'lsanglar, xos sizlarni o'ldiradi, xos sizlarni ko'madi, xos sizlarga malomatlik keladi. Birontalar nima deydi? Falonini haqqi borligini biladi. Shu zamin falondan biladi. Va in talu Alloh taolo tilini kaj etadi. O'radi, ham do'qil qo'yadi, falonini ustani deydi, menga nima qilsa qo'yadi shunaqa. Agar shunday qilsan, avtoriz va eroz etsak, menga nima qilsa deydi, kim ma'qul bo'lsa bo'lsin deydi. Alloh taolo sizlar alaykum zotlaringizga xabir. Bizda majbur va mukallafga adolat bilan bizda jamiyatda yashasak va haqiqiy shohid bo'lsak, agarchi boydi jonibi muqobil, agar g'aribdi, agar bizga malomatlik keladi, hatto agar bizga o'lmoqlik keladi, har kim ham bir ro'z ajali kelsa o'ladi, ajali kelmasa o'lmaydi, boyat haq bilan adolat bilan bo'lsak. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga amr qildi.